Assalomu alaykum. Men shu Bashirov Tohirjonni o'gay otasi bo'laman. Bashirova Gulshirin buni ayasi. O'qishda yurgan davrida birinchi kursligida Tohirjonni tuvib qo'ygan. Bu degani endi nikohsiz paydo bo'lgan bola bu. Buni men hamma aybini yashirib, onasi ko'chama-ko'cha bolani kasalvand holatda ko'tarib yurgan paytda men qabul qilganman. O'sha paytda men o'zim ham ayolim bilan ajrashib ketgandim, ikkita bola bilan ajrashib ketgandim. Lekin shu insonni ko'chada bolasini ko'tarib yurganini ko'rib, bola nogiron edi. Chernobil fojiasida qolib ketgan bolalarda qo'ydi. Men Rasuljonman, Sarqo'rg'onlik. Men oldim shu bolani olib, o'zim qaramog'imda katta qildim. Bola 17-18 yoshiga kirib akademiyaga dokument topshirib turib bildi. Bu meni birinchi xotinimdan bo'lgan qizimni Moldaxonni rosa qiynab katta qilgan ena bola ekan u. Shundaqangi o'tkazgan. Meni qizim Xudoga shukr qilaman, menga bir og'iz ikkalasi to'g'risida gapirmagan. Mana shu Tohirjon o'sha. Bu hali ham o'zgarmadi. Tohirjon o'g'lim ishga kirding, ishga kirgizdim. Shu Furqat tumaniga ishga kirgizdik. Nima bo'lsa sen uchun qildim. Hamma narsamdan voz kechdim. Seni shu va'da berganim uchun o'g'lim general bo'lasan deganligim uchun qildim hamma narsani. Degan bo'lsang, o'zi sendan rozi emasman. Meni urding, boshqa qilding, lekin sendan rozi emasman. Bundan keyingi hayotingni ham o'ylab qo'ygin. Men senga hunar o'rgatdim. To'g'ri. Ichki ishlardan haydalsang, svarchik apteginchi bo'lasan. O'shanga men rozi bo'lsam bo'lasan. Bo'lmasa bo'lmaysan. Meni urib yiqitding, bo'ynimdan ushlab yiqitding, ko'kragimga tepding tizzaing bilan. Prokuraturani o'zing bekitding. Lekin eslab qo'ygin. Hamma narsa noto'g'ri. Sen o'zing o'ylagandek bo'ldi. Men o'ylagandek bo'lgan yo'q. Mana opangni qancha qiynading, o'gay opangni qancha qiynading. O'gay opang hozirgacha sendan rozi emas. Ona bola ekalaringchi, agar ilgarigi hayot bo'lganda tiriklay ko'mvorsa bo'laverarsizlar. Lekin ayang ham, sen ham nonko'r bolalar ekansizlar. Lekin bunaqangi bu darajada ayollarni qiynamanglar. Men ko'rdim o'sha kuni. Qizil formada ekansan. Sen juda yaxshi taniyman, o'g'lim. Shu darajada bo'lishi ham mumkinmi? Seni 10 oyligingdan katta qildim-ku. Men seni o'gay dadangman. Bilasanmi? Chipron to'yingni qilganimda qanaqangi bo'ynilarimga osilib yig'laganing. Hamma qilgan taklif talablaringni bajarganim. O'zingni dadangni oldiga borib hech narsadan manfaat ko'rmading. Bora olmading ham, ayang ham bor. Tohir, erkak bo'lsang, erkakligingcha turgin. Bunaqangi ayollarga nisbatan yomonlik qilmagin, o'g'lim. Men seni nima niyatlarda kirgizdim o'qishga? Mayli, meni tan olmasliging mumkin. Lekin sendan bu narsani kutmagandim. Bu shu ishlarni qilasan deb men seni akademiyaga kirgizib tarbiya qilmagandim. Ko'zingni ochgin. Lekin bu ichki ishlar sohasi senga hayf ekan, uvol ekan. Undan ko'ra ko'chada, bozorlarda aravacha yetalagan yaxshi ekan. Ayang qo'lni ochib, tilamchilikqa o'tirgani yaxshi ekan. Mana tilamchilik qilib o'tiribdi-yu Rossiyada. Unga nima deysan? Kimga qama, kimdan tortasan? Xudo hammaga ham bor.